To'maris haqida qiziq faktlar. To'maris o'zi mavjudmi? Bilamizki, O'zbekiston tarixining 6-sinf darsligida To'maris, ya'ni ona siymosiga bag'ishlangan epizoddan tarix savaraqlari boshlangan. To'maris aslida Massagetlar malikasi bo'lib, Ahmoniylar imperiyasining katta shohi, ya'ni Kirikiga qarshi kurashgan dovyurak malika sifatida tarixga muhrlangan. To'maris haqida bir qancha ma'lumotlarni Gerodotning tarix asaridan ham bilib olishimiz mumkin. Ya'ni uning o'g'li Spargapisni hiyla bilan tutqunlikka tushiradi. Sarxushlikdan o'ziga kelgan o'g'il or-nomusga chida olmay o'zini nobud qiladi. Buni eshitgan To'maris esa 200 yillik tarixga ega bo'lgan Ahmoniylar podshohi Kirikiga qarshi urush ochadi. Va urush boshlanishidan oldin unga sovchi qo'ygan Kirikiga shunday deydi: "Kir, yaxshilikchi qo'shinlarni yurtimizdan olib chiqib ket. Bo'lmasa senga askarlaringni qonini ichiraman." Va Massagetlar qirolichasi To'maris aynan shunday qiladi. Jangda yengilgan Kirikining kallasini qonga botirilgan meshga tiqadi. "Mana endi qonga to'yib ol" deya xitob qiladi. To'marisning ushbu qahramonligi asrlar osha o'rta asrlarda Yevropalarda doston bo'ladi. Bu shaxsga nisbatan pyesalar yoziladi, haykallar o'rnatiladi. Ana shunday qahramon ona obrazi bizning tariximizda borligi insonni faxrga to'ldiradi.